Mani mijozlarim qadrli insonlar tomonidan berilgan buyumlarni san'at darajasiga olib chiqishadi. Bu qizimiz ham yorlari tomonidan berilgan guldastalarni hech kimga ishonmasdan Andijondan o'zlari yetkazdilar. Qizlar, qaranglar qanaqangi chiroyli san'at darajasiga yetkazishga harakat qildik. Ularga ham juda ham yoqdi. Kelajakda baxt kunlaridagi gullarini va albatta inshaalloh metrkalarni ham mayasa berishimni xohladilar. O'rtoqlar, sizlarga ham chiroyli shunaqangi boksda kerak bo'lsa, o'zingizlarni xohlaganingizdek qilib inshaalloh yasab berishga harakat qilamiz. Yorlaringlar tomonidan berilgan gullarni qanaqadir Telegram kanallarda sotibmiz. Shunaqangi san'at darajasiga olib chiqishlarni xohlagan bo'lardim. Videoyimizni qadrdonlarni qadrlaydiganlarga fitiga qilib qo'yamiz o'rtoqlar. Sizdan kechsa ham sinovlidir yo'llari, bilar undan yurganlar. Umrida hech sevmagan, sevgini yo'q deganlar o'z yoriga